Yunusobodgami uka? Ha, Yunusobodga. Yaxshi. Men hozir bilaman, bolam telefon. Alo, bolam. Hozir rulda edim, gromkaga qo'yamang. Gapir endi. Alo dadajon, uyda ishga hech narsamiz qolmadi. Qotgan non ham yo'q. Bo'ldi bola. Xudo xolasa bugun kechgacha yaxshi ishlay. Olib kiraman narsa. Bo'ldi, boshqa ezilmagin bolajonim. Qiyinchilik qursin, qiyinchilik. Akajon, mana shuni oling. Bolangizga nimadir olib berasiz. Yo'q, shart emas, qo'ya qoling. Yo'q demang akajon, iltimos. Yo'q, qo'ya qoling. Yo'q demang. Xo'p. Nega qiynalamiz, hayot? Nega qiynalamiz? Jo'ratish yo'q. Hozir rulda edim, gromkaga qo'yib olay. Gapir endi. Jo'ra, mazam yo'q, tomog'im shishib ketgan. Buni ustiga pulim ham yo'q. Bittagina so'rg'ish dori olib kelib bera olasanmi? Bo'ldi, jo'ra. Kechgacha yaxshi ishlay, olib kiraman dori. So'rg'ish deding-a? So'rg'ish. Xo'p, jo'rajon. Nega bunaqamiz, ha? Endi mana shu pulimga jo'ramga dori olib kiraman. Yo'q aka. U pulga tegmang. Mana shunga so'rg'ich olib boring, jo'rangizga juda ham ta'sirlandim. Shart emas edi. Oling, so'rg'ich kerak hozir jo'rangizga. Biz kerak. Xotinim qilyapti. Ha, hayotim nuri xotinim. Hozir gromkaga qo'yaman, rulda edim. Gapir endi. Dadasi, bolalaringizni kiyimlari bir haftadan yana yuvilmagan. Sasib ketdi. Iltimos sizdan bitta parashok olib keling. Bo'ldi, xotinim. Olib kiraman. Mana shu pulimga parashok olib kiraman endi. Yo'q aka. U pulga tegmang. Mana, kakras o'zim uyimga babi parashogini olib borayotgandim. Shuni olib keting. Bu toza yuvadimi? Juda ham toza yuvadi. Kiyimimga yoqadi. Oq kiyimlarni oppoq qiladimi? Oppoq qilib tashlaydi. Allergiya chaqirmaydimi? Allergiya chaqirmaydi. Akajon, oling shuni olib boring kiyimimga. Bo'ldi, olaman. Baviya. Uka. Yunusobod qatiga. Sherginasi. Hali bo'ldi. Dard bo'ldi, balo bo'ldi. Evel garang. Dadajon non olib kelingmish. Non ham so'raysanmi? Kattaroq narsa so'ramaysanmi? Ta'sirlanuvdi. Sanchi? So'rg'ich ham so'raysanmi? Og'zimdan chiqib ketdi-da. Og'zingga. Operatsiya bo'lganman, og'ir ahvoldaman demaysanmi? Kattaroq pul berardi. Sanchi? Dadasi deysan, san qoldi ovozingni sezib qolishiga, san normal o'xshatsang bo'lmaydimi? Davay hozir yana boshqasi minadi. Normal telefon qilaring, zo'r narsalar so'raylaring. Nima qilayman? Tomog'im bo'g'ilib qolganda. Sen bo'ldi, xotinim bo'lib o'ynama. Men o'ynayman. Bir harakat qilib ko'ray. Bir o'ynash bo'lib o'ynasan bo'lmasa, o'ynashga tushyapti ovozing. O'ynaganda jandon senga